Siz namozxon o'rtog'imisiz? Namozxonmisiz? Yoningizda oshqata bo'lib yurgan o'rtog'ingiz benamoz bo'lsa, siz men bu palonchini o'rtog'iman deb aytmaysiz. G'irt yolg'onchisiz siz. Uni yo mashinasi bor, yo puli bor, yo bir qanaqadir obro'si bor, o'shanaqasiga do'st bo'lib yuribsiz. Xudo uchun do'st bo'lgan unaqa bo'lmaydi. Uni do'st deb ayta olmaymiz. O'shanaqa do'stlarni Xudo Astag'firullah Qur'onda A'udzubillahi minash shaytonir rojim al-akhillau yawma idhin ba'zuhum li ba'zin aduwwun degan Xudo. Do'stlar hammasi qiyomatda bir-birini yoqasidan olib urishadi degan Xudo. Qiyomatda mana bugun bitta mashinada yurgan, bitta tovoqda osh yeb yurgan, bitta choyxonada osh yeb yurgan, bitta sinfda bitadigan, bitta kursda bitadigan do'stlar opoq-chopoq bo'lib ag'aga o'tib ketgan bo'lsa ham qiyomatda dushman bo'ladi. Agar ularni din birlashtirmagan bo'lsa. Ikkita odam, bittasi benamozmi, bittasi namozxonmi, ular Xudo uchun do'st, noto'g'ri gap, yolg'on gap bu. Xudo uchun do'st bo'lish unaqa bo'lmaydi.